Assalomu alaykum do'stlar. Mana shuncha glina mellarimiz bor. Mana bu yoqda mana bashkirskiy. Hozir shulardan ham ko'rsatamiz. Bu yerda vodniy mellar, bu yerda belgradlar. Mana hammasidan bor. Mana pochkalilar bor. Buni ichida mana batonchilar bor tagida qolib ketgan anchagina. Shariklar bor mana, shariklar. Turkiston bor mana, qaranglar. Turkistonni ham qilamiz hozir. O'tib tursin. Qani, qaysi biridan boshladik endi? Bismillahir-rohmanir-rohim deb vodniy meldan boshladik. Vodniy mel ham juda katta, quritilgan morojniga o'xshaydi mazasi. Bismillahir-rohmanir-rohim. Endi meldan. Bu melni nomi brusok mel. Og'zi erib ketadi uni. Bemalol yutorsangiz bo'ladi. Og'zi qolmayapti mana. Mana endi belaya gara. Bular ham shundoq og'izga erib ketadi. Yo'q og'izda.